Salom hamkasblar. Ushbu videoda biz tashqi laboratoriyani ko'rib chiqamiz bit tibbiy markazni boshqarish uchun. Tashqi laboratoriya bu laboratoriya diagnostikasiga ixtisoslashgan va nafaqat jismoniy shaxslarga, balki shartnoma bo'yicha boshqa sog'liqni saqlash markazlariga ham xizmat ko'rsatadigan tibbiy kompaniya. Laboratoriya tadqiqotlari shifokor ishining ajralmas qismidir va agar klinikada asbob-uskunalarni talab qiladigan laboratoriya bo'limi bo'lmasa, analizatorlar va qo'shimcha xodimlar, klinika bunday xizmatlar uchun o'z mijozlariga barcha xizmatlarni bir joyda taqdim etish va tahlillardan foyda yo'qotmaslik uchun tashqi laboratoriyaga murojaat qiladi. Klinika biomateriallarni yig'ish va jo'natish bilan shug'ullanadi. Tashqi laboratoriya o'z navbatida bizga tayyor natijalarni taqdim etadi. Shundan so'ng o'zaro hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Shu bilan birga, klinika bir nechta laboratoriyalar bilan ishlashi mumkin. Ularning xizmatlari narxiga qarab turli xil kontragentlarga turli xil tadqiqotlarni yuboradi. Tashqi laboratoriya bilan ishlashning bir nechta variantlari mavjud. Ulardan eng osoni qo'lda hisoblashdir. Ushbu ish varianti bilan klinika o'zining tibbiy va axborot tizimida ishlaydi. Bunga qo'shimcha ravishda biomateriallar to'plamini ishlab chiqaradi va ilova qilingan qog'oz hujjatlarini tayyorlaydi. Natijada klinika qog'ozda yoki elektron pochta orqali natijalarni oladi va ushbu ma'lumotni tibbiy tizimga qo'lda kiritishga majbur bo'ladi. Ushbu parametr klinikalarda qoida tariqasida faqat kichik hajmdagi laboratoriya tadqiqotlari bilan qo'llaniladi. Ushbu ish varianti bilan aniq kamchiliklar mavjud. Birinchidan, kirish xatosi ehtimoli katta, chunki xodim ma'lumotlarni 2 marta kiritishi, uni qo'lda qog'ozdan tibbiy tizimga o'tkazish kerak. Yangi tahlillar paydo bo'lishi mumkin bo'lgan laboratoriya ma'lumotlarini yangilash, eski narxlar yoki panjara qoidalari ahamiyatsiz bo'lishi ham qiyin. Ma'lumot avtomatik ravishda tibbiy tizimda saqlanmaydi, ya'ni uni yo'qotish ehtimoli bor va shifokorlar o'z navbatida ma'lumot misga qo'lda kiritilishini yoki ularga taqdim etilishini kutishga majbur. Xo'sh, o'tkazilgan tahlillar soni va tadqiqot natijalari bo'yicha umumiy tahlil yo'q. Keyingi variant laboratoriyaning maxsus dasturida yoki uning veb-saytida ishlash. Ko'pgina tashqi laboratoriyalar klinikalar ishlashi mumkin bo'lgan o'z tizimiga ega. Ishning ushbu varianti bilan panjara laboratoriya dasturiga yoki laboratoriya veb-saytiga kiritiladi. Ya'ni mijozning kartasi va olingan biomaterial to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi. Sotish to'g'risidagi ma'lumotlar qoida tariqasida tibbiy axborot tizimiga takrorlanadi va biomaterial to'g'ridan to'g'ri olinadi. Natijada klinika laboratoriya dasturida tadqiqot natijalarini oladi va ularni misga qo'lda o'tkazadi. Ishning ushbu varianti bilan kamchilik bu ma'lumotlarni 2 marta kiritish zarurati, ya'ni 2 bosqichda va panjara paytida va natijani olgandan so'ng klinika xodimlari natijani 2 tizimga 2 marta kiritishga majbur bo'lishadi. Bu xato ehtimolini oshiradi va shifokor uchun natijani olish tezligi masalasini hal qilmaydi. Ishning 3-varianti tibbiy axborot tizimini laboratoriya bilan birlashtirish orqali tinglanadi. Ushbu ish varianti bilan biz ma'lumotlarni faqat bitta tizimga kiritamiz, biomaterialni olamiz va butun natijani bitta tizimda olamiz. Keling, ushbu misolni tibbiy markazni boshqarish bit dasturida ko'rib chiqaylik. Tibbiy markazni boshqarish biti bir qator tashqi laboratoriyalar bilan integratsiya qilish uchun modul mavjud. Jarayonni batafsilroq ko'rib chiqing. Tahlillarga ko'ra, klinikada oldindan to'lov ham, keyingi to'lov ham bo'lishi mumkin. Oldindan to'lash uchun xizmatlarni taqdim etish hujjati dastlabki hujjat bo'lib xizmat qiladi. Keyingi to'lov uchun sotish olingan tahlillarni sotish tugmasi yordamida amalga oshirilishi mumkin. Qayta ishlashda laboratoriya tadqiqotlari biz shifokorlar tomonidan tayinlangan barcha laboratoriya tekshiruvlarini ham bugun kun davomida to'langan. Bugun tayinlangan yoki tibbiy ko'rikning bir qismi sifatida tayinlangan testlarni ham ko'rishimiz mumkin. Tanlangan bemorga ko'ra biz testlar to'plamini yaratishimiz mumkin. Bunda bemor to'lagan testlar avtomatik ravishda dasturga o'tkaziladi va ular uchun laboratoriya avtomatik ravishda aniqlanadi. Tahlillarning har biri uchun tahlilni yig'ish qoidalari yuklanadi. Biz ushbu ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri tashqi laboratoriyadan olamiz. Ular dasturga yuklanadi va muntazam ravishda yangilanadi. Keyinchalik tahlillarni konteynerlar bo'yicha taqsimlash amalga oshiriladi. Dasturga qanday tahlilni qaysi naychaga qo'yish kerakligi, qaysi biomaterialni va qancha miqdorda olish kerakligi haqida ma'lumotlar kiritilgan. Dastur probirkalarni kontragentga topshirish uchun biz bosib chiqarishimiz, naychalarga yopishtirishimiz mumkin bo'lgan namuna kodlarini yaratadi.
Tahlilga qo'shimcha ravishda panjara parametrlari to'ldirilishi mumkin. Masalan, pasport ma'lumotlari, qabul qilingan dorilar yoki laboratoriya yordamchisiga natijalarni shakllantirish uchun zarur bo'lgan boshqa ma'lumotlar. Keyinchalik hujjat amalga oshiriladi. Protsessual hamshira keyingi bemorga o'tadi va kuniga 1 yoki 2 marta probirkalar to'g'ridan-to'g'ri kurerga topshirilganda, ularni laboratoriyaga olib boradi. Tashqi laboratoriyaga buyurtma beriladi. Bu jarayon ham avtomatlashtirilgan. Birinchi qadam olingan tahlillar uchun buyurtmalar yaratish. Dastur shu vaqt ichida biz olgan buyurtmalarni avtomatik ravishda yuklaydi. Keyinchalik olingan tahlillar uchun biz inventarizatsiya qilamiz. Dastur laboratoriyani tanlaydi va barcha buyurtmalarni bitta inventarizatsiyaga to'playdi. Inventarizatsiya shaklini o'zi bosib chiqarishimiz va naychalarga biriktirishimiz mumkin. Bu yerda laboratoriya bilan ma'lumotni solishtirish uchun kurerga qancha naychalar berilganligi haqida ma'lumot ko'rsatiladi va buyurtmani yuboring. Tibbiy tizimda belgilangan chastota bilan, masalan, bir necha soatda bir marta laboratoriyadan olingan natijalarni avtomatik ravishda yuklaydigan muntazam vazifa o'rnatiladi. Bunday holda buyurtma holati natijaga o'zgaradi va tadqiqot ma'lumotlari avtomatik ravishda bemorning elektron tibbiy yozuviga yuklanadi. Yangi hujjat shakllanmoqda qabul qilish, unda bemorning tahlili natijalari va sozlamalarga qarab laboratoriya yoki klinikaning imzosi va logotipi bo'lgan PTF hujjati ko'rinishidagi ilova bo'ladi. Xuddi shu tadqiqot natijasi, agar ko'rsatilgan bo'lsa, avtomatik ravishda bemorga elektron pochta orqali yuboriladi. Shuningdek, tibbiyot markazining bit boshqaruvida biz laboratoriya bilan kontragent sifatida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirishimiz mumkin. Buning uchun dastur laboratoriyaning qabul hujjatlari va xizmatlarini shakllantirishni qayta ishlashni o'z ichiga oladi. Bu bizga laboratoriyaga taqdim etilgan tahlillar uchun qancha to'lashimiz kerakligini aks ettirishga imkon beradi. Biz ma'lumotlarni to'ldiramiz, tanlangan davr uchun tuzilgan inventarizatsiyani yuklaymiz va xizmatlar oqimini yaratamiz. Ushbu miqdor kontragentning hisob raqamiga uning oldidagi qarzimiz sifatida tushadi va bundan keyin biz o'zaro hisobni kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, dasturda tashqi laboratoriyada buyurtmalar soni va holatini kuzatishga imkon beradigan hisobot mavjud. Biz qaysi bosqichda qancha buyurtmalar borligini va qaysi bemorlar uchun ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib, Sog'liqni saqlash markazining bit boshqaruvida integratsiya moduli bilan ishlashning afzalliklari nimada? Bu minimal qog'oz hujjatlari, har bir sinov uchun, har bir tahlil uchun qo'shimcha hujjatlarni tayyorlashning hojati yo'q, chunki biz ushbu ma'lumotlarni laboratoriyaga avtomatik ravishda uzatamiz, qo'lda kiritish xatosini minimallashtiramiz. Chunki laboratoriya narxlari dasturiga panjara qoidalari va parametrlari avtomatik ravishda yuklanadi va kiritish shart emas. Ma'lumotlar 2 marta natijalarni mijozning elektron tibbiy kartasiga avtomatik ravishda biriktirish. Shuning uchun biz ularni yo'qotmaymiz va shifokor natijani iloji boricha tezroq oladi va bemorni davolashni davom ettirishi mumkin. Ma'lumotlarni 3-tomon laboratoriyasiga o'tkazishda xatolar bo'lmaydi, chunki biz to'g'ridan-to'g'ri laboratoriyadan olish qoidalarini olamiz va ular har doim dolzarbdir. Tashqi laboratoriya ma'lumotnomalari va narxlarni avtomatlashtirilgan boshqarish. Midbitdagi muntazam topshiriq ushbu ma'lumotlarni belgilangan chastotada avtomatik ravishda oladi. Tahlilning to'liq siklini kuzatish. Biz har doim panjara belgilangan tahlil orqali amalga oshirilganligini, panjara laboratoriyaga yuborilganligini va natija olinganligini bilamiz. Shifokor tayinlanishi yoki to'lov asosida panjara yaratish. Protsessual hamshira ilgari bemor tomonidan tayinlangan yoki to'langan tahlilni 2 marta kiritishi shart emas. Tashqi laboratoriya bilan o'zaro hisob-kitoblarni oddiy hisobga olish. Biz avtomatik ravishda laboratoriyadan olgan xizmatlar ro'yxatini tuzishimiz va qarzimizni ko'rishimiz mumkin. Tibbiy markazning bit boshqaruvida laboratoriya moduli allaqachon quyidagi in vitro, HeLa, Kitel, Hematest va Chitilab laboratoriyalari bilan integratsiyani o'z ichiga oladi. Ushbu ro'yxat doimiy ravishda to'ldirilmoqda. Boshqa laboratoriyalar bilan integratsiyani rivojlantirish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun birinchi navbatda laboratoriyada ishlash istagi kerak. Bunday holda laboratoriyadan almashinuv qoidalariga muvofiq texnik hujjatlar, shuningdek, ishlab chiquvchilarimizga texnik yordam ko'rsatishi mumkin bo'lgan tomonlarning javobgarligi talab qilinadi. Shuningdek, moliyaviy va texnik imkoniyatlarning mavjudligi. Laboratoriya moduli Kor tibbiyot markazining bit boshqaruvini yetkazib berishga kiritilgan. Bit tibbiyot liniyasining boshqa mahsulotlari uni sotib olishni talab qiladi.